Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz birodarlarim, o'sha gap. Bizda bitta shior bor. Salomatlik ulkan boylik, uni asrash siz va bizning ixtiyorimizda. Bilasizlar, inson qachonki salomat bo'lar ekan, jonida halovat bo'lar ekan, ana o'shanda o'sha topgan pulingiz ham ko'zga ko'rinadi. Shuni bilinglar. Va yeganingizda, ichganingizda huzur bo'ladi. Aziz birodarlarim, mana shu onaxonim, mana hojonam bizni oldimizga mana ancha oldin kelganlarida, endi to'g'risi o'zim bilan uncha ko'risha olmagan, bu yoqda chetroqdan shogirdlarim bilan ko'rishib olib ketgan va mana shu mahsulotlarni berganmiz, oilaviy shu muammolar bo'yicha iste'molini qilib, Allohning iznidan mana komil shifo topishdi ekan. Va yana o'sha shifo topishda davom etyapti. Onajonim, yana bir bor assalomu alaykum. Endi hozir mana bizni ko'rasiz, juda ko'p muxlislarimiz bor, mana kuzatib o'tirishibdi va undan tashqari negativlarimiz ham bo'ladi, bilasiz. Haligi nima desam ekan, gadoyda dushmani gadoy degandek, bilasiz, hamma joyda bir nima bo'ladi-da, hamma narsa soha bo'yicha. Shuning uchun mana biz Allohga shukr, shularni bir isbotini qilib beraylik. Mana shifo topganlarni olib chiqaylik. Sizni ko'rib turib, mana ancha inson ko'radi-da va sizga ko'rib o'sha ixlosi ham oshadi. O'sha inson mashdan kelib ixlosi bilan iste'molini qilsa, shulardan ajr savobga ham ega bo'lasiz. Onajonim, mendan mana shu kelishingizdan oldin sizda qanaqa holatlar bo'lgan? Masalan, mana farzandlaringizni aytyapsiz va amakimlarni, shularni menga gapirib berdingiz, bitta gapirib berganingizda mana shu bizni ko'rgan insonlar yana ham yaxshiroq bir ixlosi oshar edi va tabobatga bo'lgan ishonchlari yana ham ortardi degan niyatdamizda inshaalloh. Mening maqsadim shu insonlarda tabobatda qanchalar shifo borligini bir isbotlab berishda endi. Albatta. Men O'zbekiston tumanidan 1,5 oy oldin internetda ko'rib kelgan edim. Qizimni mana dum tomonida grijasi bor edi, keyin gepatiti bor edi, birga olib keldim. Olib kelsam, sizga iloji bo'lmadi, uchrasha olmadik. Odam ko'pligidan. Odam ko'pligidan keyin mana undan berishdi. Smoladan. O'sha grijaga berishdi. Keyin nima? Besmiyatlik o'lmas o'tdan berdik. Choyda ichiga damlab ichsin deb keyin bordik. Qizim bir 15 kundan keyin endi chiqarganmiz, keldida qizimda shunaqa ranglarida o'zgarishdi. Hammamiz sezdik. Oldin sarg'ayib turardi. Biz juda tabobatga ixloslimiz. Endi bu keyin shuni orada Toshkentda o'g'lim yashaydi. Avtoavariya bo'lganda bosh og'riydigan bo'lib qolgan. Keyin qizimga qiziqib men o'zim ham ichdim-da, endi ko'pgina olib ketgan edik. Kechqurun ichaman, ertalabga bir 10 kun, 3 kun ichganimda men endi o'zim iqtisodchiman, 35 yil, 40 yil stolda o'tirganman, bo'ynilarimda, belimda, bizda endi bu kasb kasalligi grija ham bor, osteoxondroz ham bor edi-da. Keyin men bunga doim og'riq qoldiruvchi olardim-da, har 6 oyda keyin nima, Valsakor 20 tabletkani bir kunda 2 tadan ichardim. Hozir mana tabletkalarim turibdi. Ichganim yo'q, Allohga shukr. Keyin o'g'limga berdim-da, o'g'lim o'sha avariya bo'lgan Toshkentdagi o'g'lim aytdi, "Ona, bilmadim nima ekan. Men dedi, bir kun ichdim, boshim shunaqa yaxshi sezdim. Qulog'imda shovullash ham yo'q bo'ldi" deb. Hozir endi o'g'limniki ham tugadi. O'sha mana roza kelyapti. Rozadan keyin saharlikdan keyin iftordan keyin ichgani deb keldim. Xudoga shukr endi uchradim sizga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bir kelsam hojona bilan gaplashdik. Hojona aytishdiki, shunaqa nimaga ketishgan deb. Hojona umraga ketganimizda keyin o'shanda hojata bilan keluvdik. Xo'jayinimning sahrlari bor. Ularga qora bo'ri berishdi. Qora bo'ridan ham olib kelib beringlar bolalar menga. Qora bo'ridan. Asldan. Uni qora bo'rini berishdi-da, keyin doktorlar aytdiki, nima, jinday jigarni tozalab yuboring deyapti desam, hojatdagi artishok berishdi. Mana shundan berishdi-da. Keyin endi o'g'illarim ishi yuzasidan shaharda yashaydi, biz hovlidamiz. Keyin o'g'lim kelib, dadangni o'zgarishni sezdingmi dedim. 3 kun ertalab ovqatdan oldin berdim bundan. Mashinasini 3 mahal. 3 mahal qo'shib dog' suvga, ilimliq dog' suvga ichirdim. Hojatda shunaqa o'zgarish bo'ldi, ranglardagi sariqlik ketdi-da. Ketib bo'ldi, Keyin shuning ichida orada mana nima dehqonchilik qilamiz. Chizzalari og'rib qoldi-da. Keyin doktorlar 10 kunlik pastelni rejim berdi. Keyin o rejimni ichib turishgandan keyin biz buni ichdik. Keyin aytishdiki, nima, mana shunaqa doridan berdim. Berdim, shunaqa yaxshi uxladim deydi. 3 kun uxlab turib, endi keyin doktorlarning dorisida voy deb turib, shu narsani ichgandan keyin men yaxshiman, nima ekan u deydi. Hayron qoldi. Keyin bu momiyo, bu endi momiyo
eskidan bo'lgan-ku bu. Ha, yo bunda mumiyo emas, bu ko'pchilik mumiyo desa ham nima qilyapti onajonim? Tarkibida borinki 5% mumiyo. Bu asosan yelim. Bu smala shunaqa daraxtning nomi bu onajonim. Shuning uchun bunga o'sha hozir nomini ham o'zgartirib qo'ydim. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha smala sinsin deb qo'ydim. Bu sirlarga boy narsa-da, shuning uchun. Buni endi ko'raverasiz xudo xohlasa sirlarini. Biz endi keyin buni mumiyo deb nima qilib tushundikda, sizga ro'para kela olmadim. To'g'ri. Keyin endi hozir Xudodan so'rab ro'za kelyapti. Bir o'zingizga ko'rinayki. Rahmat. Meni o'zimda ham insulinim yuqoriroq. Insulin meniki insulinim yuqori. Keyin hojiona choy tayyorlatib berishdi. Mana shundanmi? Yo'q, meniki yuqori. Yo'q, bo'ldi. Sizga hali ozdiruvchi nabor cho'y qilib berganmiz. O'sha ozdiruvchi naborimiz u to'g'ri. Insulin gormonda, kortizol, xolesterinlar tushiradigan narsa. Uni ichasiz deb berishgan, to'g'ri. Uni ichasiz deb hali ichmadim. Nimaga-ki? Hali ichmadim. Sabab yaxshimanda. Ha, bu mashalloh, mashalloh. Hojiona keyin bir fioletovilardan qilib berishdi, turibdi uni. Uni choyga 2 qoshiq aralashtiringda, choyga qo'yib, damlab choyni o'rniga cho'ring deyishdi. Hozir endi men ular yaxshiligim uchunmi hali ichmadim. Hali ichmabsiz-da. Qarang, hozir Hoji akami xudo xolsa oyoqlari bemalol bukilyaptimi? Hozir bemalol bukilyapti. Mana bunday qilsa ay deyishadi, shu narsa yo'q. Endi kelishimga sabab bu smollamiz azroq qoluvdi-da. Keyin men borib olib kelaydi, yana shu hojotaga beray. Keyin o'g'lim keladi. Hozir endi Allohga beadad shukr, sizga ro'para keldim. Mana shu ihsonlarni qildingiz. Alloh dargohida husn qabul qilsin. Yana pulimga yana olib ketaman. Inshaalloh. Endi onajon, men haligi to'g'risi qilgan mehnatimni bu mevasida mana sizlarda ko'ryapman shu narsani. Chunki men shunaqa insonmanki, men birinchi o'ringa shu oldimga maqsad qo'yganmanki, bu tabobatda insonlarni qanchalik shifo borligini ishontirish va shundan qanchalik mana shifo topishlarini xohlayman. Tushunyapsizmi? Meni birinchi maqsadim natijaga erishish. Ana natijaga erishib olay, u foyda men uchun ikkinchi o'rinda onajon. Natija bor. Insonlarning salomatligi muhim birinchi o'ringa qo'yganman. Inson qadri men uchun birinchi o'rinda. Tushuningda, masalan, boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, mansabli bo'ladimi, men mansabni nimasiga qaramayman. Hammaga Allohga shukr birdek muomalani qilib, kerak bo'lsa mana shu yerda mana shifosini Allohdan so'rab beryapman. Mana Allohga shukr, Xudo yuzimizni yorug' qilyapti. Onajon, mana farzandlaringiz komil shifo topishyapti ekan. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Mana shunaqa shifo topdim desa, to'g'risi men erib ketaman. To'g'risi. Mana u narsa mendan sizga Xudo xolsa bu oyligi shu padarka bo'ladi. Bularni olasiz. Mana shu ko'knorni yog'ini ham mana bu ham foydasi zo'r bo'ldimi Xudo xolasa? Inshaalloh buni ham beryapman. Endi meni xurmodi sharbati ham sizga juda zo'r. Buni endi iste'molni qilsangiz bilaverasiz. Mana u narsa ham mendan sizga Xudo xolasa sovg'a bo'ladi. Hojotaga shuni berasiz. Inshaalloh Xudo xolasa. Mana shularni aslidan paketlarga chiroyli qilib solib bergin. Xudo xolasa bu oyligi mendan sizlarga padarka bo'ladi. Shularni olinglar, iste'molini qilinglar. Inshaalloh shu shifolarni yana ham topib, meni ham haqqimga duo qilasiz. Endi hojona bo'ptimi? Bitta duo qiling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allohim mana shu makonlarda inson qilib yaratgan Allohimga, Alloh yaratgan barcha mavjudotlar, mahluqotlar adadi bo'yicha Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shunaqangi chiroyli kunlarda Alloh bizni didorlashtirdi. Bolam, sizda shunday farzand qilib o'stirgan ota-onangizni tani jonlari sog' bo'lsin. Amin. Mana shu kasbkorlaringizni qancha bemorlarga siz qo'llayapsiz. Sizni yaratgan egam o'zi rahmat nazari bilan qarab, o'zi qo'llasin. Amin. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Mana shu qiladigan ishlaringizni xayrli qilsin. Amin. Alloh yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, har qanaqangi bu yorug' dunyoda Allohim o'zing peshonasidan tutgan barcha mavjudotlarni, mahluqotlarni yomonligidan sizni panohida saqlasin. Alloh mana shu bergan ne'matlaring bizni ham dardlarimizga shifo bo'lsin. Mana shu o'g'limni yuzlarini yorib qilgin. Shabon oyini barakotidan nasib qilib yaratgan egam hammalarimizni Ramazonga yetkazgin. Ramazon oyida Allohning mana shu farz amallarni bajarib 30 kunlik Ramazon oyi ro'zalarini tutib Alloh duodamiz o'zingdan so'raymiz. Qadr kecha kuni o'zingning kalomingni xatmona duolarni o'qishdi. O'zing nasibi ro'za aylagin. Mana shu makonlarda barakotli qilgin. Mana shu makonga qadam bosib kelgan har bir bandangni noumid qilmagin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar.
Birahmatgar arhamar rohimin. Tani jonlaringiz sog', Allohu akbar, umrlaringiz rahmat. rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Sizam ilohim farzandlaringizni baxt kamolini ko'ring, tani joningiz to'rmunja sog' bo'lsin. Shu hoji akamlar ham ilohim farzandlaringiz ham ilohim dard nimaligini bilmasdan yashasin. Yanagi shu oylarga butunlay dardlardan forig' bo'lgan holatda ular bilan ham ko'rishimizga nasib qilsin. Shu yerga kelgan barcha bemorlarimizga Allohim o'zi shifoi komilidan ato etsin. Amin. Allohu akbar. Juda xursand bo'ldim, hojona. Kayfiyatlarim juda ham ko'tarildi. Bu narsalar menga energiya beradi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsiz bir bor yana.